Assalamu alaykum. Yaxshimizlar, do'stlarim. Bugun azroq kesh olgan joydan meydan qilib qo'ydigan bo'ldim. Turkiyada turishliq bir xonimninki Misrdan bir o'quvchini shu Turkiyaga qaytib kelishi, Xitoyning iskanjasidan qutuldirish uchun, Xitoyga qaytib ketmaslik uchun biletini elib bəgəlligi Aysacan isimlik birisininki. Şundaq bir nərsini mən tordığa çıxırıb qoydum. Bu qeyrindişimizin işiga arlaşdım. Həm bu Tunsagül xanım bir balısını, bir qızını özünün halal əmgəgə tayınıb durub oxutuvatqan bir ana. Şununğa bu xanımğa mən degan vaqtida mən arlaşay deb turub telefon numarini beşida sordum. Telefon numarini so'rab, bir paranglish baqay bu Aysajan degan bilan Avstriyada turishliq deb turib, shunda dedim. Desam, ma'qul dedi. Ha deb turib men so'zlashdim. So'zlashsam Holbek cho'ng. Ba'maslikning qozonni asqan. Degan gapida shu cho'nglar berimiz deb tikan pul yig'ib tikan Misrdan qaytirib kelgan bolalarninki deb ma ayoldan olgan pulni qadib etiblar, shundaq yuzini dopta qilib so'zladi. Ham "Egiz kuchimisiz, siz nemish kuchaysiz?" deb menga ochiqashkar mush gapni dedi. Lekin ma ovozni men hozirgacha taqa qo'ymadim. Bugun Avstriyadan bir yigit beshi bir inimiz telefon qildi. Zumrat xonim, men aralashay bu ishga. Bu nimaga Gollandiyaga ketibdi. Mush Gollandiyadan kelishiga men bir aralashib, mush pulni olib beradigan ishni qildi. Bu mush nimada Avstriyadagi Uyg'ur jamoatiga bir satchilik qildi dedi. Xo'sh, ma'qul dedim. Ammo Mavu xonim ba'zan bir narsalarni tavsiyama qilishni to'xtatinglar ba'zilar. Chunki bu o'lmalar birligi, yana bir narsa deganlarga do'qirib baqqan ne odamlar bor. Lekin bu ishlar hal bo'lmaydi ekan. Agarda Uyg'urning ichi naytim tinish, naytim yaxshi bo'lgan bo'lsa, biz 71 yil ketmaydi. Uyg'urning tuzilishiga emas, zaminni elishiga. Hamma narsa qo'lni qo'shtirib, quloqni yupirib, ko'zni itib, voy, mundaq bo'lmaslik kerak. Mundaq bo'lmaslik kerak. Uyg'urni bo'lmaslik kerak. Yolg'onga qisaqli Uyg'ur bo'linmaydigan ish bo'lsa, yolg'onga qilamdi qundaqda deb savol qo'yib yiqing. Talay ingravatganlar bor. Buningga qo'yilgan jiq odamlar borki, men aralashmayman dedim. Men faqat mush ayolnikiga aralashmayman. Chunki bu ayol ayni vaqtida bir ishga kelgan chaqda 50 lira men yordam qila olayman deganda, yo'q siz yordam qilmang dedim. Kishining uyida tug'ut beqib, tozliqlik qilib, mush qizini o'qitayotgan ona. Yo'ldishi vatanga uyni ner-beri qilib qo'yib keliman deb ketib qolib, shu betim tishga orliq bo'lib ketgan, lekin tartib bilan tep-tish bolasini beqib, o'qitib yashayotgan bir ulug' ona. Shuning uchun aralashdim bu ishga. Shu mening ayrim xonamda o'ng degan gaplarni qilmanglar. Numus qilinglar. Kimdan olgan bo'lsa, shuningdan elish kerak. Kim oldi bu pulni? Shu Aysa ismlik ismi o'zgartirilgan ismi shu. Lekin o'zining ismi boshqa bir nima ekan. Aysa ismlik saxta ismdagi shu inson mushu Tunsagül ga qarz bo'lgandikin, shuningdan elish kerak. U nima deb o palonchi, pokunchi to'lva so'ptikan mundaq degan gaplarni yozmanglar. Numus qilmamsa yuzinglar qizarmamdi. Kechiringlar. Shuningga men mushu pulni cho'qim olib berishga ko'zim yetidi. Hem shu Uyg'ur jamoati dedi biz hal qilaylik edi. Men uni yuvatmayman, turdi, bagich turdi. Men mushunda qilma. O'zi cho'ng so'zlab ketganda, mush cho'ng so'zligiga loyiq ovozini qo'ymadim. Ammo sal qulaysiz bo'lib qolgan, men bir telefonda naq maydon qilyapman. Bu telefonda ham uni qo'yib, ham meni naq maydon qilib qilolmagadakman. Bu bir. Ikkinchisi, yana bir qayrindoshlarim voy menda qo'yimchilik qilyapti, bizni menda pul olganda u bo'ldi. Siz o'zingizga ega chiqing.
Muşu Tunsagül Hanım'a o'xshash ovozliq ishlang, videoluk ishlang. Men sahifamni siz uchun ajrataman. Chiqiring, onangniki men aralashay. Ishning yo'li ma bo'ladi. Pul kim bilan ilm berim bo'lsa, shuning bilan nim qilgan gap. Beshida o'zingiz chiqsiz. Bu bir. Ikkinchisi, uchinchisiga keldik. Abduveli Yasinga bugun xilijiq kiyim-kechaklar olib berildi. Kanadadan kelgan bir efendim kiyim-kechak televizorning kam qolgan qismlarini qilib tamoq olib berib shunda qildi. Allah razı olsun dedim. Bek hoş oldum bu efendimden. Anadaki Avustraliyada turuşluq bir inimiz yana bir nərsini kötürüb etdi. Bugün ivetipti. Allah razı olsun sizden mi? Germaniyadan mı? Yana bir hanım. İşte biz işte tizimletip durup ma ayıdakini biz mana nərsini kötüreyli, anasını kötüreyli dedi. Biz teşkilat emas bir Uygur buluş süptimiz bilen bütün hemmimizden kılışık tegişlik işi bu. Kolumuzu koşturup otlamaylı. Bunda savap işenmedimge nesip olmaydı savapını. Musulman deydikenimiz, Uygur deydikenimiz kaysığı düşsünüz şu boyunca özünüz karar elin, tırış beqen, qeyrindaşlarım. Bugün muşinçilik sözlep koyayı dep oyladım. Eğer de özünüzün zimin diyemezsiniz, qeyrindaş diyemezsiniz, Uygur mu diyemezsiniz, nemi deyişimiz gerek? 71 yılga bir nazar taşlap yıkan. Nemi üçün ilgiri basmadık. Xitay bilen Uygur tili bir tercüman ketadigan til. Muşundaq bir tilga qandaq alatda Xitay kimlarni o'rinlashtirib turib, muşundaq poq qilayotgan da'vo, oldamchilik, ko'z bo'yamchilik deb savol qo'yib yiqin. Kuyumsizligimiz, mehrimizning ko'tarilib ketishi mush sabab bo'ldimi bilmadim. Jiq narsaga savol qo'yib yiqin. Hamma odam emas, Uyg'urning hammasi axlat emas, Uyg'urning hammasi tugishib ketgan emas. Lekin özünüzde mi izlep yıkın, özümüzde mi izlep bakaylayın, nemi üçün bundaq bovatımız, yana mı közümüzde itip muştaqıp olturamdık, yalğanğı mı çavaqçap olturamdık, yalğan guvaçı olamdık, yalğan davacı olamdık, aş köz boyamçılığının hemmesi sual koymay, aş olturayıveramdık, siz oylap yıkın. Muş yakında mı şu bir munca adamlar Uygur üyü temasida munda bir işlar bovatıdı degandim. Qulğumni ağırtmanglarçı dedim. Qulğumni ağırtmanglar, özüңlar chiqinglar o'tirga dedim. İgi siz dep baqsun bir anadikin bir deyişeyle dep turib, mushunimi javob berdim. Qeyrindaşlarım, uyqumuz biraz acayli. Öz ata-onamizga mı, yenimizde emas ata-onamiz, hech kim yordam qilamsaqmi, mushu Bıkkınımızda oltağın, talada qalğan, əxlat sandıqdan tamaq terib yegan, oşundaq bir Uyg'urning bağlığı biz üçün numus idi əslində. Həqiqi bir insan üçün etqanda bu bir numus iş. Lekin oşunun numus iş qılmağanlığımızga heyran qalsaq buludu əslində. Qeyrindaşlar, ey oylap yiqinglar, bir adam Jingshin Finleyjing deb aniq diagnoz var. Neresi çataq bu balninki. Uzun vaqtliq aladi yetish o bu jihatdan hamma jihatdan sizlar o'ylab yiqinglar. Aniki xo'rliq, boshqa odamlarning tayig'i, xo'rlishi, hamma narsaga uchirgan bir bola. Mushuninga biz bir yilni planladik. Uningdagi yana bir yil ketamdi, yana bir yil ketamdi, uni bilmaymiz. Lekin ko'chada qolmaslik, och qolmaslik, davolanishga kapolat qilish uchun hammamiz tang kurash, tang Kolumuzu kolu tutup, tırışıp bakaylı davatımız qeyrindaşlarım. Oylap yiqinglar, özüңlarning qeyrindaşı, özüңlarning balаңlarni aşının ornu koyup yiqinglar. Bir günlerde Allah'ның kudreti bilen, muşu benden ma bendemge bir yardım qılğandı dep turib, on gözü bilen qarab qala ballarımızga dep oylap yiqinglar qeyrindaşlarım. Bunçilik muz yürek bop kitemdi. Muşu Tunsagül hanımninki kelgancha ayrım xonamda shundaq bir mazgaplarni yozgan xelalari var. Numus qısançu dep turib yezib qo'ydim. Odat ovozliq gapqilma. Numus qısançu dep turib yezib qo'ydim. Numus qısançu bu o'zining haq-huquqini qo'g'dashqu. O'ylab baq, Xitoyninki yovuz shu ejderhaning og'zidan qutuldirgan bir ayolni, bilat deb bergan ayolni hali gaplari odamning Xudoyim tova dedim.
Qolganini o'zinglar o'ylab beqinglar gapimni. Men odatda hech qanday rost gap qilganning hammasi fitna bo'ldi ekan deganni uni bildim. Rost, to'g'ri. Rost gap qilganning hammasi fitna ekan. Yolg'on gap qilsak, voy yey, tutiya olib ketamiz, uni bilaman. Lekin yanala shu rost gap qilib o'tib ketay u dunyoda. Nima bo'lsa rohatroq bo'laman. Savol so'roqlarga uchraymizmi? Qolganini o'zingiz yaxshi o'ylab beqing. Rahmat sizlarga.